Million won bu kam pul emas. Buning sababi biz sizning imkoniyatlaringizni ko'rdik. Direktor, menimcha siz sinov qiyinchiligini boshqargansiz. Nima? U buni bilib qoldimi? Bunda hech qanday muammo yo'q. Ammo men ishonmaydigan odam bilan shartnoma tuza olmayman. 2 kundan so'ng. So'nggi paytlarda o'quvchilarni sinovlar minorasiga chaqirish to'g'risidagi holatlar ko'payib bormoqda. Ularning endi hammasi sinovlar minorasi haqida bilishadi. Men uskunalarni yaxshi narxda sotdim. Bu 3 kun menga juda foydali bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Ajoyib. Vaqtingiz tugadi. Siz sinovlar minorasiga qaytasiz. Nihoyat yana o'sishga qodir bo'lish zavqini his qilaman. Qaytganimda yana band bo'laman. Men minoraga qaytdim. Kutilganidek, men minorada ham, real dunyoda ham o'z buyumlarimdan foydalana olaman. Bularni inventarga qo'yaman. Chigalimni yozib bo'lgach, 5-qavatga boraman. Siz muvaffaqiyatga erishdingiz. Birinchi qaytuvchi. Skill haqiqat ko'zlari. Skill haqiqat ko'zlari. Malaka mavjud emas. Effekt siz barcha narsaning tafsilotlarini ko'ra olasiz va insonlar gapirgan so'zlarining haqiqat yoki yolg'onligini aniqlay olasiz. Men nafaqat narsalar va odamlarning tafsilotlarini ko'ra olaman. Kimningdir yolg'on gapirganini aniqlashim mumkinmi? Bu ajoyib. Qanday kutilmagan omad. Siz momaqaldiroq qilichini sotib oldingiz. 5500 ball olib tashlandi. Siz yashirin ovchi qalqonini sotib oldingiz. 3800 ball olib tashlandi. Qimmat bo'lsa-da, qilichning bonus effektlari juda yaxshi. Raqibni urganingizda uni falaj bo'lish ehtimoli 10% ga teng. Ishonchim komilki, bu menga yordam bera oladi. Sinovga 5-qavatdagi sinov jarayoniga e'tiroz bildirmoqchimisiz? Biroz vaqt oldin ketsam bo'ladimi? Siz sinovlar minorasining 5-qavatiga kirdingiz. Sinovlar minorasining qiyinchilik darajasi qiyin. Ushbu sinov jarayonining nomi OV. Berilgan vaqt 1 kun. O'tish shartlari: bo'ri darasining boshlig'i bo'rini mag'lub eting. Muvaffaqiyatsiz holatlar: challengerning o'limi yoki vaqt tugashi. Sinov mukofotlari: bo'ri odamning bosh tasmasi. Muvaffaqiyatsizlik uchun jarima: o'lim. Bo'ri odammi? Nima? Bularning hammasi juda kuchsizmi? Tafsilot: boyaga yiqilgan bo'ri 2ga bo'lib tashlandi. Minoraning sinov jarayoni shunday bo'lishi kerak. Bu holat endi qiziqarli bo'ldi. Men asta-sekin aqldan ozamanmi? Siz ovchi xanjar mahorati bo'yicha 100% malakaga erishdingiz. Mahorat darajasi: ovchi dajjal mahoratiga ko'tarildi. Ko'nikma tez tiklanish darajaga ko'tarildi. 3-qavatdan olgan ovchi xanjar mahoratim asta-sekin o'sib bormoqda. Men yangi qilich mahoratini olishim kerak. Menga hujum qilishda davom eting. Shu bilan 3-ovim tugadi. Qilichning falaj ta'siri men o'ylagandek ish bermadi. Siz aqldan ozgan bo'rining ruhini singdirdingiz. Malakalik 16% ga oshdi. Yaxshiyamki, mening nekromanserlik mahoratim yaxshilanmoqda. Agar men buni davom ettirsam, o'ziga xos xususiyatimni rivojlantirishim mumkin. Men asta-sekin bo'ri darasiga yaqinlashyapman. Bu nima? Hudud uchun kurashmi? Yo'q, agar jarohatlarga qarasam, ular qilich bilan qilingan. Bu izlar haqiqatning ko'zlari. Aura izlari darajada. Devorda juda malakali auradan qolgan iz mavjud. Aura bu mahoratmi? Men bilmagan narsalar juda ko'p. Bu meni bezovta qilyapti. U shu yerda. O'tish shartlari bajarildi. Bo'ri odam vafot etdi. Sabablari tahlil qilinmoqda. Bo'ri odam o'ldimi? Tahlil yakunlandi. Raqobatchi Han Sun-yunning sinovida bosqinchi aniqlandi. Sinov jarayonining maqsadi o'zgartirildi.
O'lchovlararo bosqinchini o'ldiring. Bosqinchi? U boshqa o'lchovdan kelganmi? Sinovlar minorasi boshqa o'lchamlarda ham mavjudmi? Yer yuzida nima bo'lyapti? Sen ham tirikmisan? Boshqa o'lchovdagi vahshiy raqib. Sen bu sinovning egasisan? Nega hech narsa demayapsan, vahshiy? O'lim oldidan qo'rqib ketdingmi? Bu oddiy odam emas. O'lchovlararo bosqinchini yo'q qiling. Boshqa qatnashuvchi mening sinovimning maqsadini o'g'irlaydigan vaziyatga kelaman deb o'ylamagandim. Ammo sinovdan o'tmaganligim haqida xabar chiqmaganidan xursandman. Javob bera olmasligingdan qo'rqasanmi? Xo'sh, men senga hujum qilaman. U kelyapti. You don't wanna hear my apology. Get it off my chest. I will do my best. I know what you fear. Similarities we possess. Men seni tutdim. Pass the test. The sea Nima? Men uning zirhini teshmoqchi edim. To'g'ri, men seni tutdim. that is gonna come from me. Be the change I couldn't be. Can you find a life that's like fairy tales? Sen mening auramni to'sib qo'ygansan deb o'ylagandim. Agar to'sib qo'yganingda bu zerikarli bo'lar edi. Kirish deganda nimani nazarda tutganding? Men buni hech qachon eshitmaganman. Demak, vahshiy sinf bosqinchiligi haqida bilmaydi. Jenursan, nima uchun? Nega mening sinovlarimda bu narsa sodir bo'lyapti? Sinovlar minorasida odatda shunday bo'ladi. Xafa bo'lma. Men hozir seni tugataman va to'xtamayman. Kutib tur, shoshma. Balki menga sinf bosqinchiligi nima ekanligini ayta olasanmi? Far from this tragedy. O'ylashimcha, sen tez orada o'lasan. 8-qavatdan boshlab sinf bosqinchisi deb nomlangan tizim kengayishi mavjud. Do'konda siz bu chipdan sotib olishingiz va boshqalarning sinovlariga qatnashishingiz mumkin. Siz buni vahshiy o'lchov deb atadingiz. Bu shuni anglatadiki, siz boshqa dunyodan kelgansiz. Yana qayerdan kelgan deb o'ylaganding? Hech qisi yo'q. Haqiqat ko'zlari. Haqiqat ko'zlari mahorati faollashdi. Nishondagi odam haqiqatni aytdi. U aldamayapti. Sen meni g'azablantirding. Meni hukm qilishga qanday jur'at etding? Yaxshi, siz o'zi nima qilmoqchisiz? Nima? Vahshiy, qanday jur'at etding? O'zimga kerakli ma'lumotni olganim uchun men sizga qiziqarli narsani aytib beraman. Nima? Mening qo'limdagi og'riqqa men og'riqqa chidamlilik mahorati tufayli chidab turibman. Boshqacha aytganda, men uni og'riq tufayli ushlab turibman. Agar shunday qo'limni qo'yib yuborsam, tez tiklanish mahorati faollashdi. Mening tez tiklanish mahoratim uni avtomatik ravishda davolaydi. Menga ma'lumot berishingiz uchun o'zimni ojiz ko'rsatishim kerak edi. Sen shifobaxsh turdagi qilichbozsan. Biroq agar bu sening to'liq kuching bo'lsa, men seni baribir o'ldiraman. Nima qilishim kerak? Mening to'liq kuchim o'sishda davom etadi. Ruhlar sizning statistikangizni doimo oshiradi. Kuch 2 ga oshdi, chaqqonlik 3 ga oshdi, sog'lik 3 ga oshdi. Sehrli kuch 5 ga oshdi, chaqqonlik 7 ga oshdi. Sening shifobaxsh qobiliyating ham mustahkamlovchimi? Qotil effekti faollashtirildi. Harakat tezligi +15%. Qolgan vaqt 59 soniya. Darhol tezlashtirish. Jenursan, men 5-qavatdaman. Mening statistikalarim juda ham yuqori. Sen zerikarlisan, vahshiy. Bu aura. Agar auraga ta'sir qilsam, bu men uchun juda xavfli. Lekin mening statistikam unikidan yaxshiroq. Men uning zarbasidan qocha olaman, lekin asosiy masala o'sha zirh. Uning zirhini hozirgi qobiliyatlarim bilan yo'q qila olmayman. Biroq agar men urushishda davom etsam, Bu nima? momaqaldiroq qilichi nishonga urganingizda uni falaj qilishi 10% ga teng. Ha, shunaqa. Agar bu zirh falajga chidamli bo'lganida, bu juda qiyin bo'lar edi.
Lekin bu qurol o'z samarasini berganidan xursandman. Oddiy sharoitda men g'alaba qozonishim kerak edi. Qanday qilib 5-qavat ishtirokchisi shunchalik kuchga ega? Sen faqat o'z qurol yarog'ingga ishonding. Shu sababdan mag'lub bo'lding. Buni tugatamiz. Kutib tur. Sen bilmoqchi bo'lgan hamma narsaga javob bera olaman. Menga kerak emas. Sen la'nati vahshiy. soul be put to rest. O'ldirish haqida gap ketganda men o'zimni ikkilangandek his qilaman. Lekin har safar kimnidir o'ldirganimda o'zimni noqulay his qilishim kattaroq muammoga olib kelishi mumkin. Tabriklaymiz. Siz sinovdan o'tdingiz. Feels like an eternity. Please forgive So'rib olish. Siz Ket Adrax Challenger ruhini o'zlashtirdingiz. Malaka 15% ga oshdi. Uning ruhini deyarli singdira oldim. Agar men boshqa o'lchamda o'lsam, g'oyib bo'lamanmi? Lekin nega mukofot xabari chiqmayapti? Ushbu sinovning qiyinlik mukofoti mutanosib emas. Barcha mukofotlar o'zgartirildi. Siz 3 jarohat mahoratiga ega bo'ldingiz. Siz yakunlovchi mukofot sifatida 7500 ball oldingiz. Siz qo'shimcha 3500 ball oldingiz. S darajali mukofot A darajali mukofot bilan almashtirildi. Ushbu sinovning qiyinchiligi insonni ancha quvontiradi. A darajadagi mahoratga ega bo'lish esa juda ajoyib. Siz 6-qavatning qabulxonasiga kirasiz. Barcha jarohatlar va anormal holatlar tiklanadi. Qatnashuvchi Han Sung-yun haqidagi ma'lumotlar yetakchilar ro'yxatiga qo'shildi. Inventor o'lchuvli bosqinchi mavjud deb o'ylash uchun sinovlar minorasiga qo'riqchini tushirish mumkin emas. Men 8-qavatga borgunimcha savol va ochirimni saqlab qolmoqchi edim. Iltimos, so'ramoqchi bo'lgan narsalarni yozing. Administrator sizning savolingizga javob beradi. Savol va ochirlari soni 5 ta. Qavatdagi bosqinchilik haqida so'rashim kerak va bosqin sodir bo'lganda ogohlantirish mumkinmi yoki yo'qmi? Bu yaxshi bo'lishi kerak. Savolingiz jo'natildi. Javob keldi. Allaqachonmi? Sinovga aralashish siz faqat kuchli o'ntalikda bo'lganingizda siz buni qila olasiz. Biroq siz birlashtirilgan sinovga kira olmaysiz. Siz buni faqat 8-qavatda sotib olishingiz mumkin. Bu sinovga kiruvchi buzuvchi hisoblanadi. Siz hozirgi qavatingizda bu haqda ma'lumot ola olmaysiz. Savolingizning faqat birinchi qismiga javob keldi. Shuning uchun savol va ocheri ishlatilmaydi. Nima? Savol va ocheri men o'ylagandek kuchli emas. Lekin voucherdan foydalanganimdan afsuslanmayman. Yerdan olgan narsalarimdan foydalanib ko'raychi. Inventor. Siz Krakenning sehrli manarasini tiklash qutisidan yashirin ovchi qalqonini tiklashda foydalandingiz. Bu quti men o'ylagandan ancha yaxshiroq. Siz tozalovchi toshdan foydalandingiz. Tozalovchi tosh boshida keraksiz deb o'ylagan edim. Ammo hozir bu fikrimdan qaytdim. 6-qavatdagi sinov jarayoniga qolgan vaqt 1 soat 12 minut. Hali vaqt bor ekan. Sinovdagi yetakchilar jadvaliga qarab olishim kerak. Sinov akkauntlari. 5-qavatdagi yetakchilar jadvali. 1-chi Kim Sin-hun, 2-chi Max Level Sword, 3-chi ovchi ya'ni siz, 4-chi Hai-sun A, 5-chi Chun Seok, 6-chi Princess Sudi. Men 16-chida edim. Mening martabam ancha ko'tarilibdi. Men doimiy kashshoflik foydasiga erishishga yaqinlashyapmanmi? 8-qavatga chiqqanimda nimaga erishishimni ko'rmoqchiman. Siz jamiyatga kirdingiz. Qiyinchilik darajasi qiyin. Psixologik qarshilik sizga qotillik va talonchilikda yordam beradi. Agar sizda psixologik qarshilik bo'lsa, siz juda ko'p pulga ega bo'lasiz. Joriy chatlar. Jenursan, qotillikni to'xtating, yirtqich hayvonlar. Og'zingni yop. Sen men uchun hech narsa qilmagansan. Yana baland ovozda gapiryapsan. Sen 4-qavatni tozalagansan. Demak, odam o'ldirgansan. Nega o'zingni pok ko'rsatyapsan? Qotillik yutuqlari eng samaradorli. Sen ahmoqmisan?